Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimiz 19-unit, ya'ni infinitiv, the ing form va to enough haqida o'rganamiz. Bu nima degani? Mana men bu yerga 3 ta gap yozib qo'yganman qizilda. Bular nima degani? Biz present simple o'tdik. Present simple ni eslab o'tamiz. Subject plus verb, ya'ni egadan keyin kesim keladi. Mana bunaqa gaplar bor. Misol uchun I want to go. Men borishni xohlayman. Qaraymiz, ega I bo'lyapti, want bu yerda kesim bo'lyapti va kesimdan keyin bu yerda yana bir marta fe'l shakli ishlatilyapti. Ya'ni misol uchun want bu yerda verb bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda ham yana bu yerda kesim kelyapti. Ya'ni kesimdan keyin yana bitta nima deydi, harakat shakli kelyapti. Misol uchun borishni xohlayman, borish ikkalasi ham misol uchun qaraganimizda bizga fe'lga o'xshab kelyapti. Ya'ni ana shu ikkita gap bir-biriga yonma-yon kelgan paytda e'tibor beramiz. Bittasida to kelyapti, bittasida hech narsa kelmayapti, bittasida oxirida ikkinchi fe'lga ing formasi qo'shilyapti. Ana shunaqa holatni o'rganamiz hozir. Ya'ni agarda biz ikkita fe'lni ketma-ket keladigan paytimiz qanday o'zgarish bo'ladi? Orasiga nimadir qo'shish kerakmi yoki kerak emasmi yoki ing forma qo'llashimiz kerakmi? Ana endi biz bilamiz to ni nimaligini. Ga degan. Misol uchun I want to go, borishni xohlayman. Ya'ni borishni oraga ni degan qo'shimcha kelib qoldi. Bu yerda to ikkalasining orasida kelyapti ana shunaqa payt. Misol uchun I can read, men o'qishni bilaman. Ya'ni I can, men qila olaman. O'qishni nimani? Bu yerda ikkalasining orasida hech narsa kelmayapti, e'tibor beramiz. Misol uchun I like swimming. Men suzishni yaxshi ko'raman. Ikkita fe'lmi ikkalasining orasida n degan narsani o'rniga swimming kelyapti. Ya'ni ikkita fe'lning orasida bizda qanday bog'liqlik borligini ajratib olish uchun biz bugungi grammatikani o'rganamiz. Ana endi mavzuning oxirida to enough, ya'ni to yetarlicha, enough yetarlicha. Misol uchun to degani juda ham degani. To ko'p ham degan ma'nolari bor. Enough yetarlicha degani. Misol uchun juda ham nimadir bo'lishi mumkin. Qari yoki yosh bo'lishi mumkin. Nimadir qilish uchun to bilan ishlatamiz. Enough yetarlicha. Qari, yoshi yuqori yoki past bo'lishi mumkin, yetarlicha nimadir qilish uchun. Demak, bugungi mavzuyimiz shu narsa ekan. Qisqacha takrorlab oldik, ya'ni nima bo'lishini ana endi boshlaymiz. Birinchisi bizda infinitiv degan narsa bor. Infinitiv nima degani biz mana bu yerda ko'rdik. Mana bu ikkita gap infinitiv bo'ladi, ya'ni to'li yoki to'siz shakl degani. Misol uchun infinitiv nima degani bir boshidan ko'rib chiqamiz. Misol uchun infinitive is the root form of the verb, ya'ni fe'lning oddiy shakli. Ikkita turi bor, to'li bor, bare infinitive bor. Ya'ni bare degani o'z aslida yo'q, yalang'och degani, ya'ni to'siz shakli degani. Misol uchun I want to go now. Men borishni xohlayman. Hozir. Mana now hozir degani, ya'ni present simple. Endi root form degani nima degani? Fe'lni o'zi, fe'lni o'zi. Misol uchun fe'lni o'zi to'li shakl degani. Mana I want to go keyingi fe'l bizda to va go ni o'zi. Bu yerda es qo'shilmagan, nimadir qo'shilmagan, ed qo'shilmagan, hech narsa qo'shilmagan, ing lar qo'shilmagan, shunchaki go ni o'zi. I want to go. Ana endi bare infinitive nima degani? Bare degani boya ham aytdik, yalang'och, ya'ni to'siz shakli. Mana without. Without degani siz degani. Mana x qo'yib qo'yaman. You must go now. Misol uchun sen hozir borishing kerak. Mana mustdan keyin bu yerda go kelyapti. Mana ana endi bu yerda hech qanday shakl o'zgarmadi. Ya'ni shunchaki bare infinitive, shaklsiz. Endi biz yana nimani ko'rishimiz mumkin? Mana bare infinitive bu yerda yana mustahkamlaymiz. Qachonki biz hech qanday shaklsiz ikkita fe'lni yonma-yon yozib ketaveramiz. Fe'l yana bitta fe'l. Misol uchun I can, could. Biz modal fe'llarni o'tgan darslarda can, could, must, needn't, shall, will, may. Men o'sha paytda masalaga formula yozib bergandim. Subject plus modal fe'l plus verb. Demak, verbni masalaga o'sha payt aytgandim, oddiy shaklini qo'llaymiz deb. Mana o'sha grammatikaga yetib keldik. Demak, bu narsa infinitiv, bare infinitivga kirar ekan. Bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi masalaga let bilan make ni o'rgataman. Biz o'tgan darsda o'tdik, made something nimadir. Misol uchun bu grammatik qoida shunaqaki, misol uchun tozalattirildi. My mother made me clean my room yesterday. Mening onam menga xonani tozalattirdi. Ya'ni meni tozalattirdi, meni.
meni yordamimda. Ana endi misol uchun bu gapni alohida tahlil qilamiz yana. Misol uchun mana keyingi my parents don't let me stay out late. Mening ota-onam ruxsat bermaydi menga, oraga gap kelyapti. Stay, ya'ni stay out late, kechga ko'chada yurishga debdi. Ya'ni kechqurun kech kelishga menga ruxsat bermaydi debdi. Demak, e'tibor beramiz, letdan keyin yana stay kelyapti, to'g'rimi? Fe'ldan orqasidan fe'l kelyapti va ikkalasi ham bare infinitive, hech qanday shakl olgani yo'q. Bunda ham qanaqa shunaqa. Mana bu yerda fe'l kelyapti, yana clean fe'l kelyapti, ikkalasi orasida hech narsa yo'q. Qanaqadir qo'shimcha yo'q. Menga degani uchun me kelyapti. Bu qo'shimcha emas. Bunga ham menga ruxsat bermaydi degani uchun me kelyapti. Bu qo'shimcha emas. Demak, infinitiv shunaqa narsa ekanki, ikkita fe'lni orasida ba'zida agar bare infinitiv bo'lsa, mana bu ikkala qoidada o'rinda bizda hech qanday qo'shimcha qo'shilmas ekan. Demak, x qilib qo'ydim buni. Ana endi biz to'li infinitiv nima degan ekan? To'li infinitiv bitta fe'ldan keyin to qo'shamiz. Ana endi to'li infinitivni biz chuqurroq kirib boramiz. Endi bare infinitivni yaxshilab tushunolinglar shekilli. Ana endi to infinitiv nima degani ekan? Mana bu 4 ta qoida bor. Ana shu 4 ta qoida bo'lgan holatlarda biz to'li infinitiv ishlatamiz. Misol uchun want xohlamoq, agree rozi bo'lmoq, ask so'ramoq, help yordam bermoq, hope umid qilmoq, tell decide, manage, offer, invite, promise, try. Bu fe'llarni alohida yodlab chiqasizlar, chunki bu fe'llardan keyin biz fe'l qo'llayotganimizda to ishlatishimiz shart. Bu alohida yodlanadi. Misol uchun hozir gaplarda tushuntirib beraman. I want to see film tonight. I want degani men xohlayman degani. Nimani xohlaysan? To ga deganimi? Ko'rishni, to see, ko'rishni xohlayman. Men ko'rishni xohlayman. Endi gap davom ettirib ketasizlar, nimani? Film, kinoni ko'rishni xohlayman. Qachon xohlaysan? Tonight, kechqurun. Demak, gapni tahlili shunaqa bo'ladi ekan. Ana endi bizada keyingi gaplarni tahliliga o'tamiz. Endi yana nima bor? Endi keyingi gap after some verbs. Ba'zi fe'llardan keyin, misol uchun know bilmoq, decide qaror qilmoq. Va orada question word, ya'ni so'roqni gaplari bor ekan. Biz shular bilan birgalikda gapni orasida qo'llaymiz. Who, kim, what, nima, where, qayer, how, qanday va boshqalar. Misol uchun I don't know. Men bilmayman. Bilasizlar, present simple'da inkorda don't ishlatilardi va bizda verb sifatida know kelyapti. Demak, know'dan keyin men bilmayman, nimadir qilishni deyish kerakmi? Yana qilish degan fe'l bor bu yerda. Demak, orasida know'dan keyin biz sizlar o'rganishinglar kerak. Know bilan sizlar aytasizlar, infinitiv kelardi, to infinitiv deysizlarda. I don't know nimani qilishni, what to do. Demak, to do. To bilan infinitiv kelyaptimi? Demak, bu narsada sizlarda eslaysizlar to infinitiv ekanligini. Ana endi keyingi qoidaga o'tamiz. Keyingi qoida to va enough. Boya aytdik, to degani juda ham degani, enough degani yetarlicha degani. Bu haqida grammatikani oxirida yaxshilab o'rganamiz. Hozircha qisqacha aytib ketamiz. To young, misol uchun to dan keyin qanaqadir sifat keladi. Oddiy sifat, misol uchun to young degani u juda ham yosh degani mana. He is too young. Bu sifatni sizlar o'tgan oddiygina gap misoli. Misol uchun he is too young. U juda ham yosh. Endi sizlar infinitiv qo'llamoqsizlar, nima qilishga? To degani ga degani. To'g'rimi? Sizlar infinitiv o'tyapsizlar. Nima qilishga ekan? Mashina haydashga, to drive. Demak, sizlar bilasizlar, to dan keyin mana bu ikkitalik to dan keyin mana bu to li gap kelishini. Misol uchun, u juda ham yosh mashina haydashga, demak unga ruxsat berilmaydi. Endi keyingi gap bizda qanaqa bo'ladi? Keyingi gap he isn't old enough. Old enough yetarlicha yoshi katta emas. Nima qilishga? To drive. Demak, enough kelyaptimi? Sizlar bilishinglar kerak. To li infinitiv kelishi kerak deb. Ana endi bu haqida yaxshilab to'xtalamiz. Oxirida sifat qayerda keladi? Oldin keladimi? Keyin keladimi? Enoughdan yoki to'dan? Buni oxirida to'xtalib o'tamiz. Ana endi keyingi qoida bizada to express purpose, ya'ni maqsadni bildirish uchun. Reason why somebody do something, ya'ni nima uchun bitta odam nimadir ishni qilyapti. Demak, to ni asl ma'nosi sizlar bilasizlar. To ni asl ma'nosi bu ga degani. To'g'rimi? To da asl ma'nosi. Endi bu to asl ma'nosi ga bo'lgandan keyin gapda qanday qo'llaysizlar? Misol uchun,
Birinchi gapni tahlil qilamiz. He is going to the bank to get some money. Ya'ni u bankka bormoqchi to get. Ozgina yoki bir qancha pul olish uchun maqsad. Ya'ni to demak sizlarga aytdim ga, nimadir ga. Misol uchun do'konga bordim, misol uchun mevalar sotib olish uchun. Bankka bordim pul olish uchun. Maktabga bordim o'qituvchi bilan ko'rishish uchun. Demak, ma'no shunaqa ekan ga. Bir qaytarib olamiz, chunki juda ham murakkab tuyulishi mumkin boshida. Sizlar bilan gaplashyapmiz biz infinitivni shakllari haqida. Demak, infinitiv nima degani? Infinitiv bu to'li yoki to'siz shakl. Qachon ishlatiladi? Present simple yoki boshqa zamonlarda fe'ldan keyin yana fe'l kelganda orada qanday bog'liqlikni bilish uchun. Misol uchun, men xohlayman nimadir qilishni. Xohlamoq ham nimadir qilish ham bunday qaraganda fe'l. Demak, men xohlayman nima qilishni? To go, borishni. To read, o'qishni. To sing, kuylashni. Demak, shunaqa narsa. Orasidagi bog'liqlikni o'rganamiz. Endi sizlar yodlashinglar kerak va sizlardan talab qilinadi. Qachon to ishlatiladi, qachon bare infinitive, ya'ni usiz shakl ishlatiladi. Mana bu hamma fe'llarni yodlab chiqasizlar. Va sizlar o'rganishinglar kerak yana bu bare infinitivni qachon qo'llanishini. Modal fe'llar bu sizlarga o'tib berilgan, oson va modal fe'llardan keyin sizlar bilishinglar kerak. Har doim demak bare infinitiv keladi. Candan keyin oddiygina fe'l shakli keladi. Keyin let va make. Let va make'li gaplar dan keyin ham bare infinitiv kelar ekan. Ya'ni fe'lning oddiy shakli. Ana endi sizlar bilan to'xtalishimiz kerak bo'lgan narsa to bilan enough edi. Men aytdim, keyinroq to'xtalamiz deb. Mana shu joyga to'xtalamiz. To bilan enough. Ya'ni to degani juda degani. Juda bu yetarlicha. Yetarli. Demak, juda bilan yetarlining nima farqi bor? Misol uchun mana bu gapni ko'ramiz. To and before. Ya'ni to degani oldin keladi, nimadan? Sifat va ravishlardan oldin. Juda ham nimadir degani. It shows something is more than enough. Ya'ni normadan o'ta ham ko'p degani. Ya'ni yoki necessary, kerakligidan yoki xohlanganidan ko'p degani va negativniy ma'no beradi. Sizlar to'ni ko'rdinglarmi? Bu negativniy ma'no beradi. Hech qanaqa pozitiv ma'no bermaydi. Misol uchun formulasini ko'ramiz. Mana to is adjective. To dan keyin sifat qo'yasizlar. To young misol uchun juda ham yosh. Va u boya ko'rdik, to infinitive bilan keladi. Misol uchun he is too young to talk. He is too young. Mana bu sifat sizlar bilan o'rganganmiz shu darsgacha. Demak, u juda ham yosh. He is too young. He is too young ekan nima qilishga? To talk, gapirishga. Bilishinglar kerak, to youngdan keyin to talk kelishini. On the phone, ya'ni telefonda gaplashishga ekan. Oxirida gapni o'zingizlar murakkablashtirib qo'yaverasizlar. Ana endi keyin gap he was too late to catch the bus. To catch the bus. Ya'ni he was too late degani u juda ham kech edi. To be ni o'tgan zamoni was. Ana endi nima qilishga? To catch, ushlashga. Ya'ni nima ushlashga? Avtobus o'tib ketib qoldi, ana shunga ulgurishga u juda ham kech edi. Demak, bu narsa menimcha tushunarli bo'ldi. Ana endi keyingisiga o'tamiz. Enough. Enough degani yetarlicha degani va u otdan oldin keladi. Va debdi, lekin after adjectives or adverbs, ya'ni sifatdan keyin ham kelishi mumkin ekan. Misol uchun we have got enough money to eat out. Enough money. Bu tahlil qilamiz. We have got bilasizlar, have'li grammatika. Ana endi enough degani yetarlicha va enoughdan keyin mana e bilan qisqartiraman. Enoughdan keyin bu yerda noun kelyapti. Ya'ni enough money. Noundan oldin kelyapti. Demak, yetarlicha pul. I have got enough money degani menda yetarlicha pul bor degani. Grammatikadan bilishinglar kerak, shu joyda talab qilingan narsalardan. Bundan keyin nima kelish kerak? To eat. Nimadirga yetarlicha puli bor. Demak, nimaga yetarlicha puli bor ekan? To eat out. Yeyish uchun. Yeyish uchun yetarlicha pulim bor degan ma'noni beryapti. Ana endi pastdagi gapni tahlil qilib qo'yamiz. Pastda qanaqa gap keltirilgan ekan? Bu gapda bizda pastda he is strong enough to climb up the tree. Ya'ni up a tree degani nima degani? He is strong enough. Mana bu yergacha tarjima qilamiz. U yetarlicha kuchli. E'tibor beramiz. Misol uchun, bo'yi ham aytdik, grammatikada
Mana bu ikkita ishlatilish o'rni bor ekan. Sifat va ravishdan keyin otdan oldin kelar ekan. Tepada ko'rdik. Mana otdan qachonki oldin kelganini. Pastda esa sifatdan keyin kelgan mana. Strong bu yerda sifat adjective bo'layapti va bizda enough kelyapti oxirida. Demak, bu narsa nima ekan? U yetarlicha kuchli demoqchi. Nima qilishga? To climb up, daraxtga chiqishga. Menimcha tushunarli bo'ldi hammaga. Bu to enough nima uchun kerakliligi, nimadir uchun yetarlicha nimadir bor yoki juda ham ko'p. Buni sizlarga nima kerak bo'ladi? Biologiyada misol uchun oqsil sinteziga yetarlicha aminokislotalar yetmasa, oqsil to'liq misol uchun sintezlanmaydi. Yoki yetarlicha yoki juda ham ko'p yoki juda ham kam demoqchimisizlar, xuddi shu narsani sizlar ishlatishingiz mumkin. Ana endi sizlar bilan ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bu ingli form. Ing. Bizga muhimi ingli form. Ingli form nima bo'ladi? Gaplarda ko'rib chiqamiz. Misol uchun ingli form kelganda ba'zida bu otlashib ketadi. Misol uchun fe'lga ing qo'shsanglar ish degan qo'shimcha qo'shganday bo'ladi. Misol uchun work yoki swim. Swimni ko'raylik. Swim degani suzish, to'g'rimi? Suzmoq. Swimming bo'lsa agar suzish bo'lib qoladi. Ish. Work ishlamoq, working ishlash. Ish yoki ash. Demak, bu otlashib ketadi agarda bu fe'lga qo'shganimizda tarjimasi. Davom etamiz. Mana bu yerda aytib o'tilgan ese noun ot sifatida keladi debdi. Misol uchun exercise mashq qilmoq, exercising mashq qilish. Demak, bu otlashib ketyapti. Demak, bu ega bo'lib qoladi oxirida. Exercising otmi? Sizlar bilasizlar, egaga otni qo'llasanglar bo'ladi ega o'rnida. Demak, exercisingni oldiga olib chiqib qo'ysanglar ham bo'ladi. Demak, ot sifatida e'tibor beringlar. Bu birinchi ishlatilishish edi. Fe'lga ing qo'shsanglar otlashib ketadi gap. Endi exercising is good. Mashq qilish yaxshi. Bu sizlar to be'dan bilasizlar. Endi nima uchun yaxshi? For your health. Sizning sog'lig'ingiz uchun. Demak, gapni tahlili shunaqa ekan. Keyingisi ana endi biza muhimroq narsasi ikkinchi qoida. Demak, ikkita fe'l ketma-ket kelganda biz qachon ing qo'shamiz? Like misol uchun yoqtirmoq, dislike yoqtirmaslik, sevish, hate nafratlanish, zavqlanish, prefer, stop, finish, start, begin. Bular hammasidan keyingi fe'lga ing qo'shimchasini qo'shamiz. Misol uchun ega kelyapti, mana subject ega plus verb plus yana oxirida verb kelyapti. Ana endi misol uchun she debdi bu yerda, she stopped talking. Demak, she stopped talking degani u gapirishdan to'xtadi. Mana tarjimasi ham talking, gapirish bo'lib qoldi. She stopped talking, gapirishdan to'xtadi. Demak, ma'nosi u gapirishdan to'xtadi. Demak, bildinglar, qachonki ing qo'shar ekanmiz. Mana shu gaplarni qatorini alohida yodlab chiqasizlar, tepadagiga o'xshatib. Shu gaplarni ko'rdinglarmi? Keyingi gapda sizlar verbga ing qo'shib bitinglar. Misol uchun I hate, men nafratlanaman. I hate swimming. Men suzishdan nafratlanaman yoki suzishdan nafratlanaman. Yoqmaydi menga. Misol uchun finish. I finish working. Ishlashni to'xtatdim. I start listening. Eshitishni boshladim. Demak, o'zbekcha ma'nosini qilayotgan bo'lsanglar, eshitgan qo'shimchaga o'tib ketib qoladi. Keyingi fe'limizning ma'nosi. Ana endi juda ham muhim bo'lgan qoidalardan bittasi bu nima ekan? Sizlarda prepositions, after prepositions, ya'ni prepositionslardan keyingi fe'l ingli fe'l bo'ladi. Bunga ham juda ham ehtiyot bo'linglar. Misol uchun prepositionsni har qanday turi. Misol uchun I am thinking, men o'ylayapman. Nima haqida? Of haqida degani of going, borish haqida. Qayerga borish? To Italy. Demak, ma'nosi qanaqa ekanki, men Italiyaga borish haqida o'ylayapman. I am thinking. Think ham fe'l, go ham fe'l shakli. Demak, ikkalasini bog'layotgan paytimiz I am thinking dan keyin of qo'yamiz.
va ofdan keyingi keladigan fe'l bizda nima bo'lar ekan? Ingli fe'l bo'lar ekan. Demak, bu bizda ishlatilishni 3-o'rni ekan. Keyingisiga o'tamiz. After the verb go fe'lidan keyin when we talk about activities, ya'ni qandaydir faoliyat haqida aytayotganimizda, misol uchun they went shopping yesterday. Ular borishdi qayerga? Shopping qilishga, ya'ni do'kon, nima deydi? Shopping, do'konchilik qilishga bordi, savdo qilishga bordi. Qachon bordi? Yesterday, kecha. Demak, e'tibor beramiz. Go dan keyin keladigan har qanday fe'l shakli bizda ingli bo'lar ekan. Misol uchun I go swimming, I go climbing. I go climbing degani misol uchun tog'ga chiqishga bordim. I go misol uchun qanaqa fe'l bo'lishi mumkin? I go reading, o'qishga bordim. O'qish uchun bordim. Demak, e'tibor berishinglar kerak. Go dan keyingi fe'l keladigan shakli hammasi ingli kelar ekan. Endi e'tibor beringlar deb yozib qo'yibdi ekan. Nimaga e'tibor berishimiz kerak ekan? Note debdi. Note. Misol uchun like bilan love dan keyin ingli form kelsa, bu nima, qanaqa ma'no beradi? I enjoy doing something in general. Men umumiy ma'noda nimadir qilishni yoqtiraman. Agarda would qo'shadigan bo'lsak, like bilan love ga, misol uchun I would like yoki I would love bo'ladigan bo'lsa, bizda to infinitive ishlatilar ekan. Bu nima degani? I want to do something, nimadir qilishni xohlayman. Endi tarjimalarni ko'rib chiqamiz alohida. I love traveling. Men sayohat qilishni yoqtiraman. I love. Lovedan keyin ingli keldimi? Bu umumiy ma'noda. Umuman olganda men sayohat qilishni yoqtiraman. Agarda spesial nimadir aytmoqchi bo'lsak, I would like to travel to China one day. Men Xitoyga qachondir borishni xohlayman. Demak, spesial Xitoyga borishni xohlayapsizmi? Would like ishlatasiz va would like dan keyin to keladi. Agar shunchaki like love bo'lganda edi, biz ingli form ishlatardik. Demak, bu farqlarni yaxshilab o'rganasizlar, chalkashib ketmaslik uchun. Mashqlarni bajaringlar, mustahkam bo'ladi. Ana endi too much, too many nima degani? Buni ham o'rganib chiqamiz. Too much degani too many nima degani? Sizlar bilasizlar, much many qachon ishlatilishini. Misol uchun too many degani more than wanted, yetarlichadan ko'p. Goes with plural, ko'plikdagi sanaladigan otlardigan. Mana sanaladigan, sanash filosof qo'ydim. Sanaladigan otlar bilan too many. Misol uchun you eat too many sweets. Sen juda ham ko'p shirinliklar yeyarding. Keragidan ko'p. Misol uchun too many debdimi? Demak, bu juda ham ko'p degani. Ana endi too much degani more than wanted enough. Bu ham shunaqa ma'no, ko'p degani, lekin sanalmaydigan otlar bilan ishlatiladi. Sanash minus qo'ydim. Misol uchun you spend too much time talking on the phone. You spend too much time degani sen juda ham ko'p vaqt sarflavarding degan. Talking on the phone, telefonda gaplashib. Demak, too many, too much degani juda ham ko'p degani. Farqi much bilan manyga o'xshab sanaladigan, sanalmaydigan ot sifatida edi. Demak, bugungi mavzuyimiz shu haqida edi. Sizlardan talab qilinadigan narsa shuki, sizlar o'rganinglar, present simple da mana shunaqa gaplarni tuzishga harakat qilinglar. Infinitivni yaxshilab o'rganinglar. Qachon bare infinitiv, qachon to infinitiv keladi? Hamma fe'llarni yodlaylar degan joyimni va ingli formni ham o'rganinglar, yodlaylar. Qachon ishlatamiz? Sizlar uchun oddiy grammatikadan ko'ra qachon ishlatishinglar muhim. Shuning uchun men sizlarga to'xtalayapman, qachon ishlatishni o'rganinglar deb. Kerakli joyda qo'llay bilsanglargina sizlarga foyda beradi. Shunchaki buni tarjimasini bilsanglar yoki umuman grammatikani bilishinglarni hech qanaqa foydasi tegmaydi. Ishlatishni o'rganinglar. To enough'da ham gaplar tuzib ko'ringlar. Juda ham qari, misol uchun yurishga, juda ham yosh gapirishga deb shunga o'xshash gaplar tuzib ko'ringlar. Demak, bugungi darsimiz shu haqida edi. Hammaga rahmat.